منهم ذاك الأسد المبجل ابن التصنيع. Qur'on o'qinglar, albatta u qiyomat kuni uni o'qib amal qilgan kishiga shafoatchi bo'lib keladi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: Qur'on o'qiydigan mo'min xushbo'y va shirin ta'mli satrus mevasiga o'xshaydi. Hidi ham yoqimli, ta'mi ham yoqimlidir. Qur'on o'qimaydigan mo'min xurmo mevasiga o'xshaydi. Hidi bo'lmaydi, ammo ta'mi shirindir. Qur'on o'qiydigan munofiq rayhon o'simligiga o'xshaydi. Hidi yoqimli, ammo ta'mi achchiqdir. Qur'on o'qimaydigan munofiq esa handal, ya'ni achchiq qovoqqa o'xshaydi. Hidi ham yo'q, ta'mi ham achchiqdir. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganingizdir dedilar. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga bitta savob yoziladi. Har bir savob esa 10 barobar qilib beriladi. Men alif lam mim bir harf demayman, balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harf dedilar sallallohu alayhi vasallam.